Ba'zi bir insonlarni qarasangiz, bir ish boshlaydi, darrov baraka bo'lib ketadi. 3 barobar, 4 barobar, 10 barobar bo'ladi-da, bir pasda pullari ko'payib ketib, darrov tanimay qoladi odamlarni. Shunday tanimay turaveradi. Telefon qilsangiz olishi boshqacha. Ko'rishay desangiz ko'rishishi boshqacha. Qo'lini uchrog'iga kelib qolgan o'sha buniki. Bunda mana yerlardan chustvoytillik tugagan. Moyoqqa o'tib qolgan chustvoytillik. O'shini ham zo'rga beradi-da, qondaysan ey deydi. Qo'ysang ey, men ko'rish og'irmasang ha deb degan u. O'zidan bayrog'ini quchoqlab o'pib o'rgisi keladi bor. Chunki hamma yoqda pul bilan o'lchayapti bu. Birodarlar, ko'rishimiz o'zgarmay qolsin. Normalniyle ko'risha olmaylik. Odamga o'xshab deydi ota-bobomiz. Unda ko'rishganingizni bir qo'lni mahkam ushlab qo'ying. Nomahram emas. Birodar, do'st ko'rishsa, qo'llarini bunday bir silkib qo'ysa nima bo'ladi? O'lganini kundan ko'rishgisi keladi. Balkim sen bilan ham shuni olib ko'rishayotgandir u. O'sha yerni ham bir eslab qo'ymaylik. Bu sen to'g'atmayotgan ekansan, seni ham to'g'atmar bu. Majburlikdan shunday qilayotgandir degan bir so'roq o'yligisi 3, 4, 5 marta paydo bo'lishi kerak kallamizda. Yaxshilab ko'rishaylik, ko'rishsak.